Ana! Canım balam. Obdan tutulma ana. Sağ salamet kaytıp geldiniz mi canım balam? Göğüm geldi sizle. Vay balam. Ahır tükettiniz bu okuşunu. Oy? Raziye sığınım için okuştuk mana. Obdan tuttum aka. Yaktım ofka. Esselamu aleyküm dada. Aleyküm selam. Ana. Assalamu aleyküm. Aleyküm Alakam yaşa. Selamet geldin mi? Yaxşı, yaxşı. Ha balam. Yolda kâgiş pulun yetti mi? Yetti dada, yetti. Rişengol çay demlep çıkar. Amal qilay. Bo'ldi bo'lmasa qovun tavizlab chiqam. Ha maqul ha. Ya Allah balam. Hənim bu olsa okuş bitirip kaytıp geldiniz. Sizge yolunuzga to'la qarab ko'zim teshilay dedi canım balam. Qaysarjon. Diplom ala oldingmi yo imtihondan o'tolmay diplomingni maktab tutib qoldimi? Xotirjam bo'la aka. Elbet ekilmanda yaxshi o'qib, bakalavrilik unvon deb keldim texi. Ep ko'sib qo'ymiya. Hay bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. Sening yaxshi o'qiydiganiga ishing nima? Rahmat aka, rahmat. Aka, bir ko'rib bakmaylım ha. Diplom degan qanday nima be? Shunam da, ha? Alakam ko'rdi. Mana dada. Mübarek olsun bala. Okuşla ahire el birlik tükütüp kaytıp geldim. Bizden öyümüzdün mü âli malumatlı ziyaliydim bir çıktı bana. Şundak. Vay balam. Musafirçilikte 5 yılını bitkizgiçe. Tozu japa çekkensiz balam. Kaçan toşa bu 5 yıl degendim. Mana ahir bu 5 yıl toştu. Sizlar ba, men o'qishtirimni xotirjam tugitib keldim-ku mana. Muborak bo'lsin uka. Rahmat aka, rahmat. Ekile akama bir ko'rib bakay. Ya Allah uka. Muş depten alımı dep 5 yıl o'qib kelding aşağıda ağır bo'lib, ha? Qiziq gap qilasan da, Qosimjon. Gap bu deptada emas. Ha. Qo'sig'idagi umashda. Uning o'rganib kelgan bilimlarini kallasini echib ko'rilmaydi. Mana mushu diplom bilan isbotlaydigan gap. Shunda ama. Ha, jamshikda ba. Qani, qo'g'ondan. Ha dada, qo'g'ondan ola. Ne yemeği turayım ki balam. Aşkazını kuzuyan kılıdı ki. Voy, oldin qetdim men avatib kelgan dorilar tugab qoldimi? Ha, o doğrunda payda kıldı balam. Azrak bak. Balam Qasımcan, qo'yni suyab qazan tiqmaydi ma. Astagfirullah. Bak gap bilan bo'p o'tirib qolmasmi yani? Unutib qoldim. Tutafga men tutab. Anda bo'lsa, mening ozroq ishim bor edi, chiqib kerak. Siz bilan paranglashib turanglar. Ha? Vay, neye varış bula? Saatjonga tushdi ko'rishlar deb qo'yib ekanman. Saqlab qolmasin. Ayol olmaylik kiraman. Voy balam, mushning cho'qib ketmaydigan sen. Voy yo'q ana, tamog'ing tayyor bo'lg'ich kirpilma. Men qo'l so'yishga yordamlashamak etsam, mush so'dga odamda pul degan faqat jim o'tirmaydi. Bunda ishqa o'zingning ip va emasmi ukam? Ham to'g'ri tushadigan. Ha, bo'ladi. Qaysar, amsi menga aytgansa yordamlashmoq. Voy balam, Qaysarja erib echib kelganda buni avar qilmay, o'zingdan besh qilib ita. Ana, ham yetib, yeydigan şey ojraqti qoldi. Ma Qaysarjon qaytib kelgandan keyin, ma uyning ishida andimini yordamlashib, ozdir ko'nmisi bo'lmaydi. Shundami ya dada? Şundan da bala. Menga balamsa dasmakina. Emas men chiqib kelaydi. Mak balam, mak. Ha. Assalomu alaykum Qayimjo. Anda Bakran xon.
Mijozing yaxshimi? Obdat turdingmi? Turdingmi? O, sizning oyda bak bir varang cho'ng olib ketib bordi. Biroz keldimi ya bu? Mehmon chaqadingmi ya? Bizning Qaysarjon o'qishni tugatib, taqa boy qaytib keldi. Ha, ketdimi? Keldi. Acab yaxshi bo'pti. O, iningli kasibi o'tirib birda bir mungdishay demay, yana talog'i mangdinglamanda. Azaq zo'ri bir ishim bor-da. Beribdi kelib. Ha? Ya Allah Qayibjon. Mush pul degan bog' o. Odamni faqat o'tag'izmaydi, ha. Ve iningli kelgandikan biroq qo'yning kallasini elib, bir qon qiygansizlar. Albatta. Qon qilmasak bo'lamdi. Aras. Kirib o'tirib chiqtasizmi? Ha, kirma. Ma'qul. Men bir zo'ri ish vaqt berib kelay. Ma'qul. Yo, Hazrat. Aeroplan deganda haydab ketganda tag'in. Boshqa damning yo'qdek. Go'shib chiqaychi o. Ras. Birdam qayert o'ynab. Go'sh pishqandiroq kelmamdimi? Ha, shunda qilay. Oy amakim baba. Acha. Bak. Assalomu alaykum. Oy. Alaykum assalom. Kelinglar. G'illar. Ha. Mana bir to'lab qo'yay demaydi boshlab ketdinglar. Tövbe. Hey, biz sekretar emas, uyga chirayib to'lab chiqirganga. Yaqchan, xotini eshik firib chiqqan tayinlar. Taqo. Tuzuk kep qilinglar, tuzuk. Men sizlar emas, xotinning paypqini uyda o'tirib juydigan. Voy. Ha, Qodir akamning alqi kichik o'g'li Qaysarjon o'qish bitirib ketdi-kan. Ha, yo'lda qaymoqni uchrab qoldi. Shuning birda bir paranglashib qoldik shu. Tövbe, hey. O o'qish bitirib keslim bo'pti. Xuddi yo, besh qilgandek o'qish bitirib ketdi-kan deb ketgindi. Men sana desam baqo, oning cho'ngda desa, mening cho'ng dadamga burun malayop ishlepdi-kan. Aslida o'tgan qalandava. Hozir anda yo'g'ashlik qilmasa qalandala. Chim bo'lmaydi qalandalni. Taqo. Ha. Üzangla jep qaynab ketdinglar, yerim cho'g'in suvda. Men sizni birnim demagandimmi? Men sizni birim dedim-mi, ha? Ben deb qo'yay, sizlar ani kendim boshliq so'kildangizmi? Ha, mo'zayning yugurishi samollaqacha. Ko'rimizdaqa, ha, ko'rimizdaqa. Bamishkunga. Ha, bo'pti, o'ynanglar, ha. Ha, Qaysarjon. Savoqdoshlaringning ichida Urumchida qilib qolganmi bormi? Bor. Savoqdoshlarning ba'zilari aspirantlik imtihon berib qoldi. Yana ba'zilari hukumatning yangi chiqqan ish o'rnashtirish siyosatining foydasini ko'rib, idora organlarida qilib qoldi. Yana ba'zilari shu shirkat korxonalarda ishlaymiz deb qoldi. Lekin savoqdosh bolaning tangdan tulsa, ya'ni yurtimizga qaytib keldik. Ha, qanday bo'lsa. Ha. Sen-cho Urumchida xizmat izlab boqmadingmi? İzlemedim aka. Bir qancha shirkatlardan odam olamiz deb uqtirish chiqiribdi-ku. U yerga tizim diplomni oldimda kudik epamni yig'ishtirib, udil o'g'linib keldim. Rost gapni qilsam, mening o'zimni juda bosh ko'tarib chiqqan. Yaraysa, o'g'il bola. Uka, o'z yutimizga yetadigan nima bor, ha? Shunday. Uning ustiga aka, dadam anamla mo'y yashinib qoldi. Endi to'msaq bo'lmaydi. Shundami aka? To'g'ri aka. Ya Allah. Sizning qaytib kelganingiz bek yaxshi bo'ldi bolam. Siz Urumchida qolib qolgan bo'lsangiz, men sizdan bu dunyo rozi bo'lmaydim. Urumchidagi o'g'limni ko'raman deb bu qirg'anjinimni so'rab, nalar yurtdim bolam. Uning ustiga yoq yurt deganda kelin-kelinga o'xshamaydi. Nevr-nevrga. Ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq deb yotlashib ketadigan gap. Xudoyim, u kunlarni mening ko'zim ko'rsatmasin. Shunga qaytib keldim-ku, jinim ana. Dada. Jimib ketding-ku. Nima o'ylayapsan? Mening o'ylaganlarim jiq bola. Oldi bilan sizlarning gapingni anglay dedim. Oldi bilan cho'nglarning gapini anglaymiz dada. Seningcha Qaysarjon nima ish qilsa bo'lar? Mo'shaqda bir fikringni anglab boqayli. Men bu haqda g'am yeyotganimga xil uzun bo'ldi bola. Toshmi tushga yurdi aziz degan gap bor. Mening Qaysarjon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Adam Bekraf'ın tez çıkma, selamet mi? Çıkma. Gel ha. Çıkma, selamet tutun ha. Yaxşı ondan tabak üstü geldi. Nakli vakit kemse çıkın. Ha, gel. Çok yutanla. Allahu Ekber. Yaxşı. Ha, Qaysarjon ne? O'qish bitirib kepti deb anglab, bir ko'rishib chiqay deb kirib qoldi. Yaxşı. Ha, Qaysarjon, shunda qilib o'qishni bitirib kelib bo'ldingmi? Ha. Acayip uzun o'qib ketding jumla sen, ukam. Mush butun dunyodagi kitobning hammani o'qib bo'ldingmi deymi? Va unchalik emas aka. Qaysarjon, mush anlasam oliy maktab degan shu cho'ng maktab degan gapga-na. Shuning qaraganda maktabinglar cho'ng o'xshaydi. Bir hech kuzma kelamdi ya. Bekrafon, bu cho'ng maktab degani yaning cho'ngligi emas, bilimning cho'nqurligini bildirdi. Bilimi cho'nqur maktab deydiganmizda. Qaysarjon ukam. Shunchalar pulning beshiga suv quyib bo'lding. Zaten nima o'qiding? İgilik boshqarish kasbida o'qib keldim Bekrika. Elgek boshqarish? Men uyda tasqaydigan elgakma? Xudoyim tova. Men de nima o'rganib keldik debdimi? Bu elgak boshqarishni o'rinchiga berib o'rganib keldim ukam. Bu uningdan ko'ra ma'lum yuqurmaydiki, to'xtag'in elgakdan 6 oyda o'rganib bo'lading emasmi? Is sening o'tib ketgan umring seniki. Bekrafon, elgak emas, igilik. İnimiz onundan başqa, yəni nurgun bilimlərini öyrənib gəldi. Ay bilmə, qıymaqon şu quruq gap qilishni öyrənib gəldi. Eliq televizorda chiqadigan eliq nimetelqi ko'zoynak taqib oldigan, 5 baqiraydigan taqirvash edemini nima deydi? Paraspurs. Ashningdan quruq gap qilishni öyrənib gəldi deyman. Paraspurs? Nima degan gap bu? Bekrikam professor demoqchi o'xshaydi. Dal shu. Mana mening o'g'lim mush muallim paraspursining mushda quruq gap setib, mushlarga o'g'lim mush hukumatning maosh yurdigini faqat kallamda o'tmaydi. Sizlar o'ylab boqinglar, bu quruq gapni pulga sotamdi deyman. Uningdan ko'ra bizga o'xshay ye dersa, ketmanchasi bo'lmamdi. Ana men bir kunning ichida 1000 og'izdan ortiqroq gap qilyapman. Men bir kimdan bir mo'jam bering demayman qo'ydim. Yan eliqi televizorda bir so'zlaydiganlar bor. So'zlaydigan nima deydi uni? Diktator deymiz. Ashuli meni quruq gap qilib maash oldiganlar shu. Nima dedinglar? Diktator? Abnurayni jig'nichil deb so'zlaydigan eliqi diktatorchi. G'asib bitti. Shuni tushunmayman. Jinqon qapaqadashgan jibaman. Nima deydi ma'adachanda? Diktatura emas, diktor deymiz. Almashtirib qo'ydinglar sizlar mashqisini. O'xshash. Sizlar inimizni o'qitmasang bo'ladi demoqchiman. Yo'q. Qanday desam bo'lmaydi. Bundan bir gapdan gap chiqib deb qo'ygan gap bor. Bo'lmagansizlar? Yo'q, uning qapilamdigan. Bu deganinglar to'g'ri bo'lmi deb Bekrafon. Hem de sizler biz şu okumaganның dədini ağıcı tatdık. Hem de hazır degen bilim igilik devri. Okumay turib bayaşat yaşıgılı terakki qılınmaydı. Sillim ağa. Televizorda ügünü vargan töte kız gapni nega basan şu deydigan bolup atsızlar. Sizin kasda Hazır kelma. Kelin abi. Qana aş sup qamısan. Qadranka. Dada, Pulodi yigine yana. Obda yedim bala. Obda yedim. Aka senço. Alımız. Dada. Baya bir gap başlagandın axırın degene. Nima deyishyapti? Qaysarjonningki xizmat ishi to'g'riliq qaralmoqchilar. Ishim ekan. Toshmo'chikda yerda ezilgan gap. Qaysarjon
Ürümçide o'qib, Ürümçide qolmay, yurtqa qaytib keldi. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Uning tanlashiga hurmat qilamiz. Meningcha Qaysarjon davlatning bir tutash imtihoniga qatnashib, mushu yezimizga kadr bo'lsa, yezimizning taraqqiyoti uchun asli qo'shni bo'larmikin deyman. Mushundoq bo'lganda hammamiz xotirjam bo'lgan bo'ldik. Men bir gapim deb baqayım dese. Dangla, xotin, dangla. Ma Qaysarjon bolamning Ürümchida qep qolmay bizning oldimizga kelganiga men bexoş oldum. Endi ilgarki yillarda namratchilikning dastidan ma cho'nglarini oliy maktabda o'qitanmabdi ekanmiz. Endi hali kunimiz yaxshilanibdi. Qaysarjon bolamni o'sma oliy maktabda o'qitib oldik. Endi ma'limiz shaharga yaqin bo'lgandikan, Qaysarjon bir shaharda bir kadr ulab qolsa, bizdek bir to'ptamanda jafo tortmay pokiz bir rohat ko'rsa deydigan bir orzum bor-da. Voy, qaraganda endi tug'ilib o'sgan yurtinglar ko'zinglarga to'ptaman set ko'rinyotgan xotin. Şanımda bo'lsin, bu yurtning bir chimdim to'psig'ini qarzdor bizmi? Voy yo'q deyman endi. Mushkullarga uvlashqicha nima kunlarni ko'mdiq desa. Endi Qaysarjon shaharda binoda yashsa, biz shaharda kadr o'g'limiz bor deb heptidi bir digidek kirib chiqib, meydimizni kirib yumamtoq. Voy ana, ilham meydonni tek götürüp kelib yursan bo'ladi. Voy balam. Bizning bu Tugman kentidek chiroyli mehri issiq yurt nadi bor? Konular jigdi darxi badr bo'lmas, ha? Dehqon bolasi kadr bo'lmas deb bekor aytmagan. Bizning yaralmishimiz dehqon, rizqimiz yada. Akam o 10 necha yildan beri savdoga kirishib oldi. Men dehqonchilikning ishlarida yolg'iz qolib qoldim. Meningcha bo'lganda Qaysarjon menga yordamlashib, ilmiy usulda dehqonchilik qilib, mushu oilamizning qo'lini chimatgan yaxshi. Qanday deydi? Endi magap chiqib qoldi. Qaysarjonning ishi endi sizning uyning ishi bo'lsa-mu? Men bir qo'shnanglar bo'lgandan bir ikki shingil gap qilgim kelyapti qanda. Gap qilinglar bekraqo. Hammangni bilasizlar. Mavi Maymoq mahallasidagilarga Rahman Cho'gun degan bir odam bor. Ash bir munch pul g'ajlab, bolasini oliy maktabda o'qitdi. Oxiri u balani kadr qilolmay, yilib uni qilib yuradi. Men ashning qarsamza, ichim og'rib qoldi. Men gapni shu uzib tashlab suyga shetganda kis qildigan qo'yim bor meniki. Mavi osmondagi g'azning sho'g'isiga nanchilab yegin olmaydi. Ma hukumatning maoshini mo'g'va elish unchla asa ish emas. Quyruqdan bugungi o'pki yaxshi deydigan gap bor. Endi Qaysarjonni imtihon bergizib, imtihondan o'tkazib, bir kadr qilib, bir 4 tanga pulni ekilib, meni bir hajlangni ana dada degicha kim bor, kim yo'q, uni endi biz uqmaymiz. Shunga mush jonga esqatadi qanday bir. Ishni qiysinmiki deyman. Voy. Bu uzib gap qilim deb tag'a deb quruq gapni qilib o'tkazdi. Men naq gapni o'zini danglar bekraq. Voy bir to'xtab turmangsizlar. Naq gap deganga endi kelmamda. Ben sözüme edem gezler. Qaysarjon ukam, pulqingni dim tutib angla. Hozir vaqt bizning mahalda vaqt, ay jiddiy muhim lozim bo'layotgan bir necha turli ish bor. Buning birisi satrashlik. Mushu tizlik bir chos soqolni yozg'idek bir satrash yo'q mahalda. Voy, tudaqni satrash bog'i. Soqol taqlaq qilmay kim turinglar? Uning ismi satrash o'zini bo'lmaydi va u odam bog'i bir umr meni bir tizlik bir hunarga pishib o'tgan odam emas ava. O shu amalsizlikda bu mahalda bo'lmaganiga uni yozyapmiz. Qaysarjon degan yosh, aqlli, unda hunar degan bog'i bir sudini egallab bo'ldi. Shuning bilan bu
bir ömrümü savaplı, ne qilib ödü demesma. Yani birse, muş bizim mahallede, muş go'sh kishni yoqadigan adam yo'q. Go'sh kishni. Men bor o. Qadranka, muş go'sh kishniga alamat. Muş shayib kirib qolsam, muş go'sh kishnidan bir neli qiziq chaqib tugurab yeyolmasam, shayib kirgandek bo'lmaymi emasmi? Şuna Qaysarjonga bağı 4 dokunuşqa go'sh kish dukundan birini ichib bermas. Shuni bilan bog'wa. Pul degan mana keldi degan gap. O'zligida keldi. Qanday dedim? Qo'shna, maslahatingiz shumi sizlarniki? Ha? Qanday deysizlar? Unda shu olgan boscha biz bu balani to'liq o'tirdan chiqirib oliblar, nega yirtibdanlar. Endi bu inimiz shuncha yil o'qib kelsa, o'rganganini ishlatmay, nega yirdi shu ama qiziq gap qilayotgansizlar jumasida. Voy, abiyatin sizlarmi menga yordamlashib dehqonchilik qilsin, da'vat etinglar. Bu yeteriydigan, ketmen chopadigan ishni oliy maktabda o'qimizmi qig'ini ular o'qiydi. Men mana ilmiy usulda degan gapni qo'shdim. Bu deganlik, o'qigan bilimiga tayinib, ilmiy usulda dehqonchilik qilish degan gap, Akraxon. Qasmaxon. Bizning ota bobolarimiz bor. Oliy maktabda o'qimay, dehqonchilik qilib, yetirib ketgan. Bu balalarga bizdek yetirmaydi, bizdek ketmen chopanmaydi. Bunda ishni var, bizda urgan sulda. Asli deganchi bo'zi var, satrashlikmi ilmiy usulda qilsa bo'ldi. Go'shni yaqishnimi ilmiy usulda yaxshi bo'ldi demasmi? Yana desam, yana davr deyman, adash. Voy, bu ikkisi o'xshamaydi deyman. O'xshash. 28-16 chipu ishdan jungtan bal bir gap. Qanday dedim qaymoqin? Voy, bizlar mugdab o'tmay bir ikki qiz gap qilamiz. Qiziq gap qilsin o Bakraxon. Buni deyishmaydigan ish olmaydi. Qaysarjon kelishdi, yigirayapti gap. Ha, techaman kelib oldim. O'zimcha yaxshirotamsan. Shu hozir uydagilar bilan birga. Seni de ko'rgim keldi. Unda o'smay sana ilg'iz telefon qaytaray, ya? Ma'qul. Ma'qul xo'sh. Biz bu ishni hamda dadam, anam, akamlar ko'p maslahatlashdik. Qaysarjon. Bu to'qi dangal tushaydi, o'chki jangal deb biz nima o'yda, sen nima ko'yda. Tabiat nurg'un odam sen uchun bosh qatirib bu sen ajib o'tiramaysan bu. Anlavatım aka şu muhim bir telefon gap qilib. Çoğla gap qilganda zanchilik anlıqlıq bolam. Bo'lmasa adabsizlik qiladi. Ma'qul dada, ma'qul. Qaymjon, Xo'sh. bolam sen bir gap qilmamsan. Ma'qul dada. Mening fikrim hech qaysinikiga o'xshamaydi. Anam, dadam seni kadr olsun dedi. Bu mu yaxshi maslahat bo'ldi. Ammo hozir kadr bo'lishmi uncha oson emas. Uning ustiga Qaysarjonmi hukumatning ish o'rinlashtirish afzal siyosatidan voz kechib yurtimizga qaytib keldi-ku. Shunday qofkan. Ha, shunday. Endi hozir ma hukumatninki yukini yengillatish. Oliy maktab o'quvchilari o'z oldiga egilik tiklash tashabbus qilinmoqda. Endi Qaysarjonning dehqon bo'lish masalasi kelsak, Qaysarjonning o'qigan kasbi buningga toza mos kelmaydi. Qaymoqwa. İşçilik menda bir kirib chiqsam, mening gapim qulqonlar sal yiqib qolgandek qiladi. Ayna. Bo'lmaydi Bakraxon. Sizning bu maslahatinglar texmi bo'lmaydi. Mening gapim tex tugimida. Men shu tijorat qilish jarayonida tuzuk o'qimaganning dardini yetkichi tortdim. Ishkir o'lkalarda bu xanzu tilini bilmaganligim uchun ko'rmagan kunni ko'rdim. O'tgan bir yili mush to'xtamni joyida tuzanmay, qo'ymichiga uchrab, bir munch ziyon tortdim. Endi buni so'zlab kelsam, gap bakchiq. Shunga Qaysarjon endi qaytib keldi.
Şunu o mening men savdo ishlarimga yordamlashib yenimda tursa, men onunğa to'xtam bilan muqim maosh bekitib bersam. Mening tajribam bilan Qaysarjonning bilimini birlashtirsak, men savdo tijoratimizni bir gullandirgach, asta ma bu korxonalash yo'liga mansaqmikin deydigan xiyolim bor edi. Senin bu gepinin mi asası var bala. Muşundak insanlar mı yurtumuzga es koşkan bulursa. Kane, Kaysarcan bala, sen oyluğalarına bir de baka. Men Assalomu alaykum tuqqanlar. Xudo tinchlikmi? Mama Qaysarjonni o'qish bitirib qaytib ketdi deb anglab, yo'ldan o'tib ketayotgach bir ko'rishib chiqay deb kirishim. Buning ustiga men Bekrahim bilan ayrim bir deyishilgan ishimiz bordi. Qaysarjon, muborak bo'lsin, ha? Rahmat Hashimka. Anim bo'lsa, bizning kentimizda yana bir ixtisos egisi bo'lgan bo'ldi mana. Rahmat Hashimka. Rahmat. Ya Allah, sekreter, ya Allah. Bizning o'yligimi qadimon yetdi ekan juma. Yetmemdigan qiymoqo, yetmemdigan, ha? Anlasam çoğun bir iş tutuş kılıyorsunuzlar. Ha? Mandarak bir işim vardı dep biz izlemesek siz bizni izlep mi koymazlar? Ha? İzdeymiz sekreter, izleymiz. Hem de ben açmışmıgıca tulakını açmayı turdu dedik şu. Bala, Hoş dada. bizden nakbi bir işte pilallah atamsan değil mi? Ay ya dada. Ma üzümüz bilişidiğen bir iş vardı. Sekreter, Ha? meni alayid izlab kelganlari qaraganda quloq xo'shaqida bir ish bag'ishmamda. Ya Allah Bekrahon. Ha? Sizler ehatidan kaç kişi hoş haber tabağı kılıp yürüyorsunuz ha? Ağzınızdan bir ağız bandak. Vay sekreter, ben kılıdığım bir iş var mı dep ağzınızdan bir ağız gep çıkmaydı aslında. Olması olmuş, töven durmuş kapalet pulunla. Her ayda toluk elivatsızlar. Voy sekreter, nima bu kapalet tapalet degan maoshingni deysa bunda. Adamning obro'yini tushamayman bunda. Chiroyliroq qilib deylar bunda. Maaşını elivatı da maaşını. Ha shu hukumat berib ekan aldoq. O'zimizning rizqi ekan shu. Elib yatimiz shu. Bana gelme kara. Kızlık yapıldığı Bekrahon'da bu. Kadranka. Karısam çırayları bir ottan turuptu. Benim azrak işim battı. Ben baş günü bir vakit çıkarıp sizinle alaydı yoklap geleyim. Kıymakı, ben çıkay. Onda bir biz kılıç tegiş işlerin olup kalsa, bizni dağıtmayı izdanlı cuma, bizim iskat etmez. Ya izleymiz. Boş bir iş gün içinde sizin işkanlık izdigili barını. Makul. Tamak yapmasan oldu. Bu dostan Baş rahmet. Bekrahon, hopanla. Voy sekreter, ben tag'ma eşimni yeb bulamagan tag'ma go'shim bo'lyapti. Uyga chiqib yesam sen turaman. Voy bo'ldi. Mana. Ha, bak go'shtimiz bir. Bunda bir. Ha, tutinglar. Voy rahmat. Voy sen oldu. Makul hepsi biz çıksak olur. Ya oldu rahmet, oturak. Maqulamiz, maqul. Ben Uzbek. Maqul rahmat. Maqul hamsa sekreter. Voy. Ma teri bilan kalla paqalchoq mevadi chumbes turib ya. Hemşe koyup koygan. Mevadi qo'yib qo'ysanglar, bo'lmaydi. Bu mana bu issiqda bir kech tursa, aytma o'ylig'i odam kirgisi bo'lib ketadi. Chiqib bir taraf qilib yetaymi ya? Ha, elan. Bunda og'dek bir narsa bormi bu uyda? Ha, men ipreyem. Ha, bulan. Ha, masiyat taki. Ha, ama suvetkilar. Voy. Ma bulan bakalım. Ya, mana. Avar qildim. Ha, mana. Mana bir taraf qilib men. Ha, maqul. Ha, qo'ydim. Voy. Bir qiziq odamjima bu. Bekrahon. Ha, ukam. Baya gap qayıp ketib qoldi. Endi seningmi gapingni anglab baqili. Nima ish qilg'ing va qanday qilay deysa. Ko'nglingizdagini bir deb beqing ha bolam.
Savizdan xabar yo'q, yurish demayapti deb boydan beri hammanglar o'zinglarning gapini qilishib ketdinglar. Mening xiyolim hech qaysinglarniki o'xshamaydi. Mening kadr bo'g'im yo'q, dehqon bo'g'im yo'q. Mening o'z oldimga mustaqil ish qilg'im bor. Qanday mustaqil ish qilgan bor? Men shaharda bir xalqaro savdo shirkati qurib, o'zim lider bo'lib, mushu Jungo bilan chet el o'tirsida cho'ng savdo qilsam deyman aka. Shirkat qurimi demsa? Nim bo'lsa? Lider aka, lider, shirkatning xo'jayini degan gap. Ana yaram. Xalqaro shirkat qursa, o'zing lider bo'lsa, baq. Ha, bo'pti. Shu shirkatni qurdingmi deyli. Nima savdo qilsa? Ha? Ay aeroplan, paraxod, poyez yasaydigan zavod quramsiz-da? Voy, yo'q aka. Men hozir bizda shu savdo soha jihati ichilmagan nurg'un bo'shliqlar bor. Biz izchil holda mush ilib setish savdosi bilan shug'ullanib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqishga sal qaravatimiz. Texnikadan foydalanib, ilmiy savdo qilishni tek ishga oshiramayapmiz. Hamda mening bu haqda tuzib qo'ygan nurg'un planlarim bor. Hamda buni bir-birlab so'zlab kelsam, bu bir yig'inga aylanib ketadi. Hamda oddiylashtirib aytsam, men avval chet ellarning biz ehtiyoj bo'layotgan ayrim mahsulotlarni yurtimizga akiraman. Ondan o'zim mush ishning savdo vakolatchiligini olaman. Keyin o'zim yashash sanoatiga qadam qo'yman. Endi shu hozirgi planimda hamda shu shaharning markazidan 2 eg'iz ishxona elib, shirkat qurib, oliy maktabni yangi bitirib kelgan o'quvchi bolalarni ishga o'rinlashtirman. Ular ishxonada o'tirib, kompyuterda savdo qiladi. Men o'zim umum ishlarga mas'ul bo'laman. Endi ishkinglar xohlasanglar, sizlar bilan to'xtamlashib, shirkatimga muvofiq ish qo'ysam bo'ldi. Ukan, bu planing bek cho'ng, bek katta plan bo'ldi. Lekin mening bilishimcha, bu xalqaro shirkat qurish, chet el mollariga vakolatchi bo'lish uncha o'ng'ay ish emas. Bunga nurg'un mablag' ketadigan gap. Bu mablag' masalasini qanday hal qilsa? Hapballi. Mening demoqchi bo'lgan gapimning postkalasi naq mush edi. Dada, ana, sizlar meni jabbatatib o'qitib, mushkun keldinglar. Endi yana bir g'ayrat qilib, men bir mablag' sepasanglar, men shirkat qurib, sog'am mablag'ni qaytarib qolmay, yana nurg'un pul tepib, mashhur korxonchiga aylanib, men oilamizning yuzini yuriq qilatdim. Balam, ma'qul. Sen qurmoqchi bo'lgan shirkatga mablag' sepiraylikmi deyli. Qanchalik mablag' ketadi? Kim bo'lganda 1 million. 1 million? 1 million? Men sizlarni qiynab qo'ymay deb ozroq dedim. Kan. Bu 1 million degan men egizdan oson chiqqan bilan oz pul emas bu. Pul bo'lsa, savdoni hamma odam qiladi. Gap men yo'q pulni tepishda. Mana buni savdo deymiz. Aka, men savdoga oid nurg'un bilimlarni o'rganib keldim. Men cho'qim nurg'un pul topa oldim. Sizlar menga ishonmayapsizlar. Yanalik kichikda. Bolalar, bunda qilaylik. Qaysarjon endi keldi. Bu birdan-birla bitirib bo'lgan maslahat emas. Qoldi gapni keyinchiroq deyishim. Shunaqa qil. Oy. Ha, Isajon. Hammanglar kelib bo'ldinglarmi? Ha. Mening ishim tugadi. Men hozir boray. Ma'qul. Ma'qul. Sayinjon, bolam sen bizdan maxfiy cho'qim bir ish qilyapsan-ku deyman, ha? Yo'q, dada. Buni men keyin deb beray. Duo qilib beray. Xo'sh. Amin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Asanjon ukam. Rahmat. Sizlarni bak jiq avar qilib atdim. Nimaga rahmat deylar aqayimka? Bu bizning qilishga tegishli ish emas. Sizlarning qaddinglar ko'tarilsa, bizning yezig'imiz shanshirab keladi. Bizmi qo'shilimiz emasmi? Nimali degan bilan mush ishni deb sizlarni bak jiq yuqur tuvan chop turib atdim. Agar bu ishimiz o'ng bo'lsa,
Uzunga qolmay, yo'g'on mingizli qo'shqadim birini uyingizga ekirib, tuzuk rahmatimni bildirmasam hisob emas. Chaqchaq qilmaslar Qayimka. Manda gapni hargiz qilmaslar. Biz poklikni tashabbus qilyapmiz. Buningdan keyin so'q salom, oqish deganlar oqmaydi. Gapimni xato tushunib qolmang. Chaqchaq qilib qo'ydim. Men qilganmish yordaminglarga deyman. Prinsipga uyg'un, qilishga tegishli ish bo'lsa, biz hamman cho'qim qilamiz. Xatosini qilishga hargiz bo'lmaydi. Aras, yezliq hukumat buningdan keyin shahar bilan aloqalashib, sizlarni siyosat, mablag' jihati qo'llaydigan bo'ldi. Rahmat. Biz sizlarning cho'qim yezimizga dehqonlarga ulgu bog'idak hamkorlik kooperatividan birini qurib chiqishinglarni umid qilamiz. Cho'qim qurib chiqamiz. Tayyorlig'inglar bitgandan keyin yezliq hukumat hamkorlik kooperativ qurilganligini ayrim tabriklaymiz daqa. Rahmat asanjon. Hamma shunday bo'lsin. Ma'qul uka. Shu aloqalashaylik. Ma'qul, men telefon qilaman sizga. Ma'qul, xo'shamsa. Şurada okşat dersin. Okşat demiş oldun sen. Vay, 12 yapalım. Oyunun üstü gümeye kaydı arkadaş. Ağinler, inen bir işine ufuk bakın ba. Bu dehqonlar hamkorlik kooperativ qursak, payda alamamdık, alamamdık. Arkadaş, paydalımız, pul tapımız, defa beşiyle kallımızı bir yer kıldık o. Oldu lan, işini başlap bakıla. Hazır paydacanın gibini kılsak, nasıl epleşmeydi ha? Sizler meni bu kooperativga qatnaş deb turib oldinglar. Men rostini desam, mush kooperativ deydigan narsani qat'iy tushunmayman jima. Kichik valdagila gap o'tgansan adash. Seni bir ishga majbur qildim ha. O'zing qatnashsa. Ya nima demaksan? Ey, aran topgan pulim quduq quchib kutamiki da'vatiman. Nima deydim abi? Oba, senin pulun pul. Bizning pulimiz pul emasmiki? Payda alsak hammamiz teng paydalıyız. Ziyon tatsakmı hammamiz teng ziyon tatimiz. Nasiya, sen to'la ziyonning gapini qilmajima. Ziyon tatadigan ish bo'ldigan bo'lsa, ma ishqa men hargiz aralashmayman. Ulan, biz necha vaqt yazın nimalarni deyishdik? Ha? Bu turibli ishdan bo'lganlar yeninglik o'tib qoldi ya sizinki. Mana maydonda mana tikva akishida gap qilinglar menda. Shu emasmi? Ağinlar, bu ishda ziyon tatmaymiz deb qasingni o'tdi qila olaysizlar. Bol, kallan qo'danishib qoldim ha. Kechidan beri xotning quliqani to'lg'a o'xshamamda. Nima deb jo'ylayapsiz? Jinim ağinlarim, bu kooperativni qursak, ha? Kim bosh bo'ladi? Pulni kim tutadi? Payda ziyonni qanday araymiz? Kim chiqim qiladi? Ma ishlarning hammasi ma uchuqlab ketgan yaxshi. Voy, bu yerda yursan qo. Viloyatda mehmonlik yaptikan, shulni chiqib shu. Sayohatchini nima kutsan? Endi rahbarlik yasim sen kutamsan? Yey, nimda gap qilsizlar? Men yolg'iz kutmasam bo'lni. Qamlashmagan xizmat qo bu zodi. Naylik san'at umkida ishlamanglar dedinglar. Ha, ma'qul deb aran testa men yezliq madaniyat punktiga yetkeldim. Bizni yezdimi boshqurdi, Naylik madaniyat idorasidan boshqurdi. Bu hammani bilib turib, bunday gap qilsang qanday bo'ldi? Ha, bo'ldi. Kechda uyda ko'rishlar. Hey. Ha. Sizlar ranglik so'rovga bormaganlar? Hey. Men hamkorlik kooperativimizdan men maslahatga ketyapman. Ha, sen bu usulni boshroq o'ynayapsizmi? Ma'qul. Mencha sinligil o'ynab berayjima. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Assalomu alaykum, og'illar. Va alaykum assalom. Bek sotib o'tdim ku deyman.
İşimiz bitti ağıyla. Cehennem olsa. Ekle adaş bir körep bakayım. Bostan Dihalla Hemkarlık Kooperatifi. Mana. Ahire kalpaklı kiyip bak ağıyla. Neçe aydan beri biz arzu kılıvatkan, biz kütüvatkan bu iş ahir emelge aşıdığan oldu. Azizane diyarım var. Vay, kaçtede